Qayoqdan bilasiz? Bugungi juma siz uchun oxirgi jumadir. Alloh xayrli ishlar bilan umrimizni davomiy qilsin. Lekin qayoqdan bilasiz? 800 million dollar pul to'pladi deyapti. Arab mulklardan bittasida bir odam. Endi ajal aniq bo'lib qoldi. Yosin o'qigani kelgan domlaga endi nima qilaman deyapti. Bir kun ikki kun umring qoldi dedi doktor. Bu yoqda Allohning hadiyasi dedi. Endi nima qilaman deyapti. Nima qilaydi endi bu odam? Kallangiz ketyaptimi? 1 million so'mga bersa, 100 million so'mga endi foydasi yo'q bunga. Endi hech narsa qila olmaysan. Kazinolardan, barlardan, restoranlardan topgan pul edi. Endi nima qiladi? Endi hech narsa qila olmaydi. Chunki ajali kelib qolganligini bilgandan keyin qilgan amalning foydasi yo'q, birodarlar. Shuning uchun g'animat bilaylik, g'animat bilaylik.